o'zi bilan gaplashamiz. Duo konturning katyolingizni eskisini remont qilib beradilar yoki eskisini sotsangiz o'zlari olib yangi olib borib o'rnatib berar ekanlar. Aytishlari bo'yicha $400 dan $700-800 ekan duo konturning katyollar. Hozirgi qat-qatga borib tuzatib berasiz buni. Marg'ilon, Tashlar, Kirgili, Quvasoy, shahar ichi, shu atrof ashunimada. Ha, hozir bu odamning ichini ko'rsatdim, duo kontur katyollar mashinani motoriga o'xshaydi. Bu konditsioner nimamiz bo'ladi? Shamdaqa gaz yonib tursa ham yonaveradi. O'zining shunaqa xususiyatlari bor. Past gazlarga moslangan nimalar. Hozir shuni olib borib o'rnatib berish ham yo'g'i bor. Bor, hamma ichida qilib beramiz. Dastlabki o'rnatib berishni ichida qilib beramiz. Buzilib qolganda tuzatib berar ekanlar. Tuzatganlaridan keyin 1 yil o'sha qilib bergan ishlariga garantiya berar ekanlar. Mabodo 1 yil ichida yana nimadir bo'lsa, kelib o'rnab berasiz. O'rnab beramiz. To'g'rimi aka? Xizmatimiz Quvasoygacha, bag'i Farg'ona, Marg'ilon, Kirgili ichi. Aytganimizdek eskini olib yangi qo'yib beradilar. Xohlasiz yangini olasiz. Assortimentni ko'ryapsizlar. Bundan tashqari atapleniyani ham montaj qilib o'rnatib berar ekanlar. Hozir esa sezon hamma yo'llarni olib kelib qo'yibdilar o'zlari. Mana buni nimadir? Klient atvot. Ha, atvot, xullas hamma yo'q bor ekan. Klient kelsa, misol uchun boramiz, uyindan ko'ramiz. Klient bitta narsa olib bormaydi. Biz hamma yo'qni tayyor qilib, noldan shunday qilib egasiga yoqib, ishlatib ko'rsatib beramiz. Xullas pulini bersa bo'ldi. Pulini bersa kelishda yag'ini hamma yo'qni o'zimiz qilib beramiz. Ko'ryapsizlar, hamma yo'qni atido qilib beradilar. Bu menimcha yangi ochilmaydi, zapchaslari ham bor ekan. Bu duo konturning katyollari zapchaslari. Hamma yo'q bor ekan-da aka. Ishi bitta bo'lar ekan. Xudo xolisi. Gaz bo'lsa bo'ldi. Buni propanga moslasa bo'ladimi? Bo'ladi. Qanchaga yetadi misol? Kattaroq nimasi kerak edi? Katta, adi gaz katta bo'lishi kerak ekan. Lekin propanni nimasi pasaygan sari nima effekt pasayaveradi. Lokatsiyamiz Farg'ona shahar, mana yerda Polsha bozori svetofordan shunday Kalsoyga chiqib va o'ngga burilganingizda o'ng qo'lda. Bu tomondan proyezddan chiqqan 5 bola proyezddan chiqiladi. Shunday kelganda svetofordan chapga qaraganda chap tomonda. Nomer qoldiryapmiz, telefonlashib kelsangiz yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar.